Bugungi videoda quloqda shovqin haqida gaplashamiz. Kimlardadir quloqda shovqin bitta quloqda bo'lishi mumkin yoki ikkita quloqda bo'lishi mumkin yoki bu shovqin boshda bo'lishi mumkin. Ya'ni boshimda qandaydir ovoz bor yoki hushtak ovozi kelishi mumkin. Bunga sabablar nima va buni qanday qilib davolash mumkin? Juda ham oddiy metodlardan foydalangan holatda holatni to'liq bartaraf etish mumkin bo'ladi. Bu shovqinlar tibbiyotda tinnitus deb ataladi va bu shovqinni oddiy metodlardan foydalangan holatda 80% quloqdagi shovqinni yo'qotish mumkin bo'ladi. Qolgan 20% da esa bu holatni aniq qilib belgilab olish shart. Ya'ni maxsus kasalliklar hisobiga quloqda shovqin paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Video davomida bu haqida to'liq ma'lumot berib boriladi. Birinchisi, bu juda ham oddiy yoki kulgili tuyulishi mumkin, quloqni tozalamaslik. Ba'zi hollarda quloq tozalanmaganligi natijasida ham quloqdan maxsus modda, ya'ni o'sha oltin gugurt hosil bo'lishi bu quloqning yopilishiga va quloqda eshitishni pasayishiga va shovqin paydo bo'lishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa yosh katta insonlarda juda ham tez uchrab turadigan holat hisoblanadi. Bu oddiy o'sha quloq tozalagich yordamida har kuni quloqni tozalab turish kerak bo'ladi. Quloq tozalagichni juda ham qattiq yo'l bilan quloqni tozalash noto'g'ri. Sekinlik bilan tozalab turish kerak bo'ladi. Agar bu holat o'zi to'liq bartaraf etiladigan bo'lsa, demak, haqiqatan ham quloqda muammo yo'q va sizda o'sha quloqda shovqin ketishi mumkin. Agar quloqni ichkarisida o'sha oltin gugurtli probka bilan to'lib qolgan bo'lsa, bu lor vrach nazoratda tualet uxa deydi bu narsani. Ya'ni o'sha quloqni tozalash bilan quloqdagi probkani yo'qotib, holatni bartaraf etish mumkin bo'ladi. Ikkinchisi bu gipertoniya. Agar sizda qon bosimi yuqori bo'lib ketishi yoki pasayib ketish holatlarida sizda quloqda shovqin paydo bo'ladigan bo'lsa, demak bu to'g'ridan-to'g'ri gipertoniya kasalligi bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri agar qon bosimiga ta'sir qiluvchi preparatlar iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, qon bosimi normaga qaytib, quloqdagi shovqin ham xuddi shunday ketadigan bo'lsa, bu tinnitus, nestabil tinnitus deb ataladi. Ya'ni tinnitus deb 100% aytish noto'g'ri. Chunki doimiy shovqin bo'lmaydi bunday bemorlarda va qon bosimi oshishi bilan quloqda shovqin paydo bo'lishi mumkin. Agar siz to'liq qon bosimini nazorat qiladigan bo'lsangiz, quloqdagi shovqin ham to'liq nazorat ostida bo'ladi. Bu gipertoniya kasalligida asosiy belgilardan biri hisoblanadi. Shuning uchun qon bosimingizni albatta o'lchab ko'ring. Agar qon bosimi baland bo'ladigan bo'lsa, holatni to'liq bartaraf etish shart bo'ladi. Qon bosimi sabablari va qon bosimini qanday qilib davolash bo'yicha biz har oyda sog'lomlashtirish programmasi o'tkazib boramiz. Bu sog'lomlashtirish programmasida bir oy davomida har bitta bemor shaxsan o'zimning nazoratimda davolanish imkoniga ega bo'lishadi. Marafon haqida to'liq ma'lumotni Telegram kanalida olishingiz mumkin. Telegram kanal silkasini videosida belgilab qo'yaman. Uchinchi asosiy quloqda shovqin paydo bo'lishiga sabab bo'luvchi faktor bu dorilar nojo'ya ta'siri. Dorilar nojo'ya ta'siri ko'pchilik bilmasligi mumkin. Agar siz doimiy iste'mol qilib boradigan preparatlaringiz bo'lsa va sizda quloqda shovqin paydo bo'lgan bo'lsa, buni albatta ko'rishingiz shart. Ya'ni dorilarni yo'riqnomasini qarab ko'ring va nojo'ya ta'sirlar degan bo'limiga qarab ko'rishingiz tavsiya qilgan bo'lardim. Agar nojo'ya ta'sirlar orasida quloqda shovqin paydo bo'lishi yoki tinnitus deb yozilgan bo'lsa, demak bu preparat hisobiga sizda quloqda shovqin paydo bo'lgan va holatni to'liq bartaraf etish aynan shu guruhga kiruvchi preparatni boshqa turdagi preparatga almashtirishga to'g'ri keladigan holat hisoblanadi. Agar ba'zi bir gipertoniyaga ta'sir qiluvchi preparatlar, misol uchun qon bosimini pasaytiruvchi preparatlar bo'lishi mumkin. Bular APF ingibitorlar yoki sartarlar bo'lishi mumkin. Bular ko'p hollarda quloqda shovqin keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Yoki statin preparatlari ham xuddi shunday ba'zi preparatlar aynan shu quloqda shovqin keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun holatni to'liq bartaraf etish aynan shu preparatlarni yo'riqnomasidan kelib chiqqan holatda amalga oshiriladi. To'rtinchi, quloqda shovqin paydo bo'lishiga sabab bo'luvchi to'rtinchi muammo bu bo'yin bilan bog'liq bo'lgan muammolar. Ya'ni bo'yin mushaklarida gipertonus holatlari bo'ladigan bo'lsa, grudino-ключично-сосцевидные мышцы degan, ya'ni o'sha 3 oyoqli mushaklar bo'yinda gipertonus holatida bo'ladigan bo'lsa, bu bosh miyani qon bilan ta'minlaydigan qon tomirlarini qon o'tkazuvchanligiga buzilishiga sabab bo'ladi. Chunki bu mushaklar orasida juda ham katta magistral qon tomir, ya'ni uyqu arteriyalari yotgan bo'ladi. Aynan shu uyqu arteriyalari mushaklarning gipertonusligi natijasida qon tomirlar siqilishi bo'ladigan bo'lsa, bu holat ham xuddi shunday bosh miyada yoki quloqda shovqin keltirib chiqarishi mumkin. Yoki xuddi shu jarayon osteoxondroz sheyных позвоночников, ya'ni bo'yin umurtqalarini osteoxondrozi natijasida o'sha bo'yin arteriyalari
stenozi natijasida quloqda shovqin paydo bo'lishi mumkin. Lekin bu shovqinlar bilan birga parallel ravishda bemorda muvozanat yo'qotishi, ko'ngil aynishi, shunga o'xshash holatlar vujudga keladi. Aynan shu bo'yin arteriyalaridagi stenozni aniq qilish maqsadida birinchi navbatda bemorni oddiy UZI tekshiruvi, ya'ni UZI BCA degan tekshiruv mavjud. Aynan shu UZI tekshiruvi natijasida qon tomirlar o'tkazuvchanligini aniq qilib ko'rish kerak va qon oqimi qanday o'zgargan bo'lsa, bemorga haqiqatan ham osteoxondroz hisobiga bo'yin arteriyalari yopilishi va bu esa o'sha quloqda shovqin tinnitusni keltirib chiqargan bo'lsa, holatni to'liq bartaraf etish konservativ va alohida mashqlardan foydalangan holatda amalga oshirib boriladi. 40 yoshdan katta insonlarda quloqda shovqin paydo bo'lishiga sabab bo'luvchi yana bir eng keng tarqalgan kasallik mavjud. Bu ateroskleroz. Ateroskleroz bu sistemli kasallik, ya'ni butun tana bo'ylab joylashgan arteriyalar to'liq yopilishi natijasida yoki qisman yopilishi natijasida kelib chiqqan kasallik hisoblanadi. Agar bu kasallik bronxotsefal arteriyalar, ya'ni bo'yin orqali o'tadigan uyqu arteriyalarida qandaydir yopilishlar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun uyqu arteriyasi, misol uchun ichki uyqu arteriyasi yoki tashqi uyqu arteriyasida yoki umumiy uyqu arteriyasi yoki o'sha umumiy uyqu arteriyasini ikkiga bo'lingan joylarida stenozlar, ateroskleroz jarayoni bo'lgan bo'lsa, bu holat ham xuddi shunday quloqda yoki boshda shovqin keltirib chiqarishi mumkin. Bemorlar shikoyat qilishadi, xuddiki boshimda qandaydir mashina yoki poyezd yurgandek bo'ladi. Va bu shovqin uxlashga ham qo'ymaydi va normal hayot tarzini yashashga ham qo'ymaydi. Shuning uchun bu holatni qanday qilib bartaraf etish kerak, doktor, deb ko'pchilik murojaat qilishadi. Bemorni agar yoshi katta bo'ladigan bo'lsa, uyqu arteriyalari UZI tekshiruvi, ya'ni Doppler tekshiruvida ko'riladigan bo'lsa, bemorda qanchadir foizda stenozlar, ya'ni bronxotsefal arteriyalar aterosklerozi rivojlanishi mumkin bo'ladi. Va bu blyashkalar keyinchalik haqiqatan ham quloqda shovqin keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Agar biz bemorga kerakli davo chorasini qo'llab qon tomirlarini kengaytiradigan bo'lsak, bemordagi shovqin butunlay ketadi yoki qisman ketishi mumkin bo'ladi. Agar bu blyashkani biz to'liq yo'qotadigan bo'lsak, holatni to'liq bartaraf etish imkoni mavjud bo'ladi. Bu blyashkalar esingizdan chiqmasin. Shunchaki oddiy holat bo'lmasligi mumkin. Ba'zi hollarda o'ta xavfli jarayon bo'ladi. Nega bu gapni aytyapman? Chunki aynan shu shovqindan keyin ba'zi bir bemorlarda insult bergan bo'ladi. Aynan shu uyqu arteriyalaridagi stenoz jarayonlari bemorda keyinchalik o'sha blyashkani ko'chishi, bu proksimal qismdagi blyashkani distal qismga o'tishi va to'liq tromboz va ishemik insultga sabab bo'ladigan holat hisoblanadi. Ishemik insult bu shovqindan keyin bo'ladigan bo'lsa, demak shovqin sababi aynan shu bronxotsefal arteriyalarda qon tomirlar yopilishi hisobiga kelib chiqqan shovqin hisoblanadi. Holatni to'liq bartaraf etish bu holat uy sharoitida amalga oshirilmaydi. Albatta, vrach nazoratida holatni to'liq bartaraf etish kerak bo'ladi. Keyingi quloqda shovqin keltirib chiqarishga oddiy sabab bu allergik reaksiyalar hisoblanishi mumkin. Agar haqiqatan ham allergik reaksiyalar hisobiga quloqda shovqin paydo bo'lgan bo'lsa, siz oddiy antigistamin preparatlar yoki Laratal yoki Suprastin kabi preparatlarni iste'mol qilib borganingizdan keyin quloqda shovqin yo'qoladigan bo'lsa, demak bu haqiqatan ham allergik reaksiya, biron bir tashqi muhitdagi allergen hisobiga sizda quloqda shovqin paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu ham xuddi shunday uchrab turadigan holatlardan biri hisoblanadi. Bugungi video shulardan iborat edi. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yishni unutmang. Savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Eng ko'p berilgan bir xil savoldan kelib chiqqan holatda biz keyingi videoni ishlab chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.